Xizr bobo deydi. Bir qishloqqa borib qolgan ekan. Borsa 3-4 ta odam turibdi. Hammasi dardini aytib Xizr boboga. Bittasi aytibdi, menda shu bir 4 ta ot bo'lsa edi, kunimda qilardim, mana qo'limdan ish kelmayapti desa, Xizr bobo 4 ta ot olib beribdi. Bittasiga 4 ta mol olib beribdi, bittasiga 4 ta tuya olib beribdi, yana bittasiga 4 ta qo'y olib beribdi. Oradan bir 3-4 yil o'tib Xizr bobo yana kelibdi. Kelsa anavi tuyasi bor odam o'tirganmish, oldiga kelib, "Og'ayni, 2 ta tuya bera olmaysanmi menga?" debdi. U tuyani egasi bunday qarabdi-da, "Bu meni ota-bobomdan qolgan. Senga nima uchun berishim kerak?" debdi. "Ha, mayli, ota-bobongdan qolgan bo'lsa, senga buyursin" deb duo qildi. Agar ota-bobongdan qolmagan bo'lsa, buyurmasin debdi-da. Oxiri qo'yni odamni oldiga ketdi-da, "Og'ayni, menga 2 ta qo'y bersang" desa, ana odamdek qarab, "Bu qo'y o'zi meniki emas" debdi. Bir odam bir boboy kelganda shu bir 4 ta tashab ketuvdi. Mana bu 4 tami, 40 tami bo'lib ketdi. 2 ta emas, nechta kerak bo'lsa olgin degan ekanda. Keyin Xizr bobo qattiq duo qilgan ekan. Shundan keyin qo'yda baraka bo'lar ekanda.